Amerika yoki Dubayda emasmiz. O'zbekiston Toshkent shahridamiz. Qadrli bizani kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz, hammaga assalomu alaykum. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Boylar mahallasi Central Loncharskiyda sotuvga uyimiz chiqqan. Uyimizni ko'rishingiz mumkin. Fasadidan Amerika yoki Dubay vidini berib turibdi. Bu yoqdan odam kirsa bo'ladi, bu yoqda bo'lsa garajimiz bor. O'zini avtomatik ochiladigan darvozalari bilan. Uy ichini ko'rsatamiz. Like bosib bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Juda ham ko'p odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Biz kuzatib chiqdik bu narsani. Bu xonadonimizga aksiyamiz ham bor. Instagramda e'lon qilganmiz. Aksiya shartlari, hamma narsalarni YouTube'da ham aytib o'tamiz. Bismillah deb uyi ichini ko'rsatishni boshlaymiz. Eshigimizdan boshlasak, eshigimiz bronzlangan, zirhlangan eshik, o'q o'tmas. Ko'rishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Uylarimiz juda ham chiroyli. Amerika, Dubay stilida, neoklassik stilida qilingan. Eshigimizdan kirishimiz bilan shkoflarimiz bor. Qo'l kiyimlarimizni har doimgidek ilib xonadonimizga kirishingiz mumkin. Ranglariga, remontlariga e'tibor beringlar. Bunaqa remontli, bunaqa rangli, bunaqa bogatli uyni menimcha ko'rmagan bo'lsanglar kerak. Ko'rgan bo'lsanglar, ko'rganman deb kommentariyada yozishingiz mumkin. Bu yoqdagi vidlarimizni ko'rishingiz mumkin. Xo'limiz Hovlisi ham bor xonadonimizni. Hovlisini oxirida ko'rsatib o'tamiz. Podrobniy, bizdan uzoqlashmaysizlar. Yaqin shu 10-15 daqiqa ichida. Kuxnya ham o'sha amerikanskiy stilda qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Ranglari juda ham derskiy, chiroyli. Lyustralarimiz hammasi juda chiroyli. Xonadonimizga kirganimizda bu yoqda bitta yotoqxona yoki shu mehmonlar uchun xona qilib qo'yadigan xonamiz bor. Chiroyli, bu ham oldi tomon hovliga qaragan derazalari bor. Konditsioner yo'q umuman xonadonimizda, chunki umumiy havo aylanadigan sistemasi bor, sovutish, isitish tizimi. Bu yoqda bo'lsa, birinchi qavatdagi umumiy sanuzilimiz, sanuzillarimiz ham minimalizm uslubida chiroyli qilingan. Baho beringlar, xonadonni ko'rib niyat qilganlar inshaalloh deb kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Xalqimizga shunaqa xonadonlarni ko'rsatishda davom etamiz. Bu yoqdan yerto'la yo'kida ikkinchi qavatga chiqiladi. Birinchi sizlarga yerto'lani ko'rsatamiz. Xonadonimiz 3 urindan iborat. Yerto'la birinchi qavat va ikkinchi qavati bor. 4 ta yotoqxonasi bor. Bu yoqda har doimgidek Harry Potter xonasi, kichkinagina garajimiz. Endi bu xonadonni 980 ming dollarga olgan odamni albatta bitta lyuksoviy avtomashinasi bo'ladi. Lyuks juda ham chiroyli. Endi bu Lamborghini, Ferrari da ursa ham bo'ladi. BMW yoki Mercedes haydaydigan yoshdan o'tgan takoy o'ziga to'q odam xarid qilishi mumkin bemalol. Bu yoqqa kirganimizda bitta xonamiz bor ekan, sal torroq. Sanuzil o'rnida foydalansanglar ham bo'ladi bu xonadan. Juda ham chiroyli. Devorlari kafildan. Rangli umuman qochib ketilmagan, olib qochilmagan. Bu yoqda ham bitta xonamiz bor. Sklad yokida qanaqadir o'zingizga xohlagan yo'nalishingizni ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Yerto'lani eshiklariga e'tibor beringlar. Bu hali boshlanishi obzorimizni. Bu yoqda hovli tomondan tushish eshigimiz va bitta yana sklad o'rnida foydalansa bo'ladigan xonamiz bor. Kommunikatsiya, hamma narsa bor. Cho'pli pol, havo aylanish, ventilyatsiya tizimlari, hamma narsa bor xonadonimizda, full komplektatsiyada. Endi mebel, texnikalarni na svoy vkus, ranglardan qochib ketmagan holda shunaqa minimalistik uslubda qo'ysanglar, menimcha yanada bu xonadonimizni ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Endi esa ikkinchi qavatni ko'ramiz. Ikkinchi qavatni ko'rishdan oldin bu yoqda shu havo aylanish, ventilyatsiya tizimlarimizni ko'rishingiz mumkin. Konditsionerni qo'y, tish, devorni nimadir qil, suvi oqqan, nimadir degan narsalar, muammolar juda ham yot begona bu xonadonimizga. Lyustralarimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Dekorativniy desa ham bo'ladi. Ikkinchi xonaga chiqishimiz bilan bizda bitta xonamiz bor. Yotoqxona o'rnida foydalansanglar bo'ladi bemalol. Mehmonlar uchun yoki yosh bolalar uchun
bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xonadonimizda aytib o'tganimdek cho'pli pollarimiz, ventilyatsiya tizimlarimiz hammasi bor. Ikkinchi qavatdagi общий sanuzelimiz 4 ta sanuzel bor dedilar. Videoni ko'rish davomida bemalol sanab olsangiz bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa kichkinagina o'zini balkonchasi, juda ham chiroyli manzara. Qurilishlar ketyapti. Qurilishlar ham oddiy qurilishlar emas, juda ham hashamatli, viqorli binolar qurilyapti yon atrofimizda. Eslatib o'taman, Center Lomacharskiydamiz. 1 sotix yer salkam 100 ming tepasida turadi. Bu yerda xonadonimiz esa 6 sotixda qurilgan, atroflagan. Bu yoqda yana bitta xonamiz, yosh bolalar yotoqxonasi uchun bemalol jihozlasa bo'ladigan chiroyli, hamma joy chiroyli. Eshiklarimizga e'tibor bering. Mani bo'yim 1.88, 89, 1.90 atrofida. Eshigi razmeriga e'tibor bering. Pat ko'rinishidagi shu chiroyli lyustralarimiz. Bu yoqda master bedroom dedilar. Ya'ni ota-onalar yotoqxonasi, o'zini garderobnilari, juda ham chiroyli xonalar va o'zini ichida sanuzellari bilan chiroyli sanuzellariga e'tibor berib o'tasizlar. Ota-onalar yotoqxonasini sanuzeli xonani o'zida. Bemalol yana ko'rishingiz mumkin bo'ladi kelib. Endi har doim aytaman, video orqali xonadonimizni chiroyini, xonadonimizni ranglarini maksimal darajada yetkazib bera olmayapmiz. Endi hayotda kelib bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aksiyalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, bu xonadonimiz uchun 10 ta iPhone 17 Pro Max yoki aynan mijozda olib kelgan obunachimizga Gentra avtomashinasi aksiya asosida, ya'ni xalq uchun aksiyasi asosida yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu uchun Milliy Realtor Instagram, YouTube kanallariga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak, like bosayotgan bo'lishingiz kerak, bizani har doim kuzatib borayotgan bo'lishingiz kerak. Mana esa sizlarga uyimizning hovlisini ko'rsataman. Hovlimiz orqa tomonda. Shunaqa chiroyli hovlimiz bor, yashil zonalarimiz, archalarimiz va basseyn, letniy kuxnya, mangalniy zonalarimiz juda ham chiroyli. Basseynimiz ham bu 1.60 dan 1.80 gacha bo'lsa kerak. Chuqurgina basseynimiz bor. Bu yoqda bo'lsa letniy, mangalniy zona kuxnyalarimiz. Qurilishini o'ziga menimcha juda ham ko'p pul ketgan. 1.200.000, 1 million dollarlarga mijoz chiqqan, vaqtida sotilmagan. Hozir pul zarur bo'lganligi uchun 980.000 dollarga narxini tushirib qo'ydik. 980 mingdan tashqari Milliy Realtor obunachilari o'rtasida hech qaysi realtor qilmagan aksiya. Xalq uchun aksiyasi asosida 17 ta iPhone 10 ta 17 iPhone Pro Max yokida bitta qora Gentra avtomashinasini sohibiga aylanishingiz mumkin. Bu uchun faqatgina Milliy Realtor YouTube va Instagram kanallariga obuna bo'ling. Instagramda o'ylanadi aksiyamiz. Instagramdan topamiz aksiyamizni g'oliblarini. Aksiya asosida bizga obuna bo'lgan, like bosgan va eng asosiysi kommentariyada mani va mana shu uyni maqtab, xohlasangiz negativ yozishingiz kerak bo'ladi va maksimal darajada repost qilib o'tishingiz kerak bo'ladi. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa like bosing, maksimal darajada ulashib tashlang. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar juda ham ko'p ekan. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan ham zo'r uylarni qidirib sizlar uchun topib obzor qilishda davom etamiz. Aksiyada ishtirok eting. Bekordan bekorga internetda, Instagram yoki YouTube'da vaqtingizni sarflamang. Bir nimalik bo'lib qoling. iPhone yoki Gentra aytganimdek obuna bo'ling, bizani kuzatishda davom eting. Niyat qilganlar bo'lsa, inshaalloh deb kommentariy yozishni unutmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizlar bilan qoling.